alaykum, qandaysizlar? Mazalaring yaxshimi? Bugun mana zavarnoy kremdan medoviyga zakaz qilib bering deyishdi. Hozir maslani soldim mikserga. Buni yaxshilab nima qilib ko'tarib olguncha nima qilamiz, keyin zavarnoy krem solamiz. Mana medoviy nima korjlam tayyor. Desang mazza qilasan, og'zingda eriydi. Bugun zakaz. Mana zavarnoy kremim. Mana shunaqa suyuq bo'lsa yaxshi, medoviy o'zi ozgina suyuqroq bo'lsa yaxshi chiqadi, yumshoqroq chiqadi. Ketdik, nima qilishni boshladik, krem tayyorlashdi. Mana kremim tayyor bo'ldi. Mana shunaqa suyuqlikda bo'lsa bu yaxshi chiqadi. Xamir o'ziga oladi suyuqligini. Mana medoviyim tayyor bo'ldi. Ertaga olib chiqib beraman. Mana shunaqa gaplar. Домашний bu zavarnoy kremdan. Qaymog'idan ham yaxshi chiqadi. Endi men zavarnoy kremdan qilib berdim unga. Shunaqa gaplar. Zakaz tayyor. Ertaga shunday qilib yopsak bo'ldi. Tayyor. Домашний tort. Bir joyda yegan ekan, yoqqan ekan, shunga zakaz qilishdi. Yoqsa sizlarga ham qilasiz, bosib qo'yinglar. Asli YouTube'da bor unaqamda. Qanaqa qilinishlari-yu. Bu safar просто tayyor zakazda oldimda. Shuning uchun. Shunaqa gaplar.